salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Marhamat, qani. Joylarni egallab o'tirib olamiz. Doiraga jo'r bo'lib qarasak, chalish ham qiyin ekan. Xuddi bular kabi men ham jo'r bo'lib. Doira tez chalsa, tez qarasak. Orada baqir-chaqir qildim, lekin hech kim eshitmadi, chunki doiraning ovozi juda ham baland edi. Ana endi mikrofonlarni olib turamiz chekkaroqqa va keyin yana albatta taqdim etamiz. Avvalambor Boburxon doirachilari guruhi Adham aka ochilib boshchiligidagi shogirdlariga, alohida Bekzod Oripovga va shogirdlariga, do'stlariga, qadrdonlariga kattadan katta rahmat deymiz. Eslatib o'tamiz, bugun Boburxon doirachilar guruhi Adham aka ochilib shogirdlari Bekzod Oripov, Sunnatbek Abdualimov, Asror Abdusalomov, Abbos Rashidov va shogirdlari bugun birgalikda studiyamizga tashrif buyurgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Kun xayrli bo'lsin. Bugun yakshanba. Bilamiz, doimo o'sha xalq xizmatida, doimo o'sha davlat tadbirlarida ko'p yurasizlar, sahnalarda, katta sahnalarda. Kecha ham masalan birga edik. Hali bu mavzuda hali keyinroq suhbatlashamiz. Nimaga o'sha chiroyli mana musobaqalar bo'lib o'tyapti yurtimizda, viloyatimizda katta musobaqalarga start berilyapti. Ana shularda ham o'sha yoshlarimizga bir kuch-quvvat, motivatsiya berish maqsadida doirachilar guruhi har doim hozir va nozir desak adashmagan bo'lamiz. Bekzod avvalambor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xo'sh, yo'q demasdan tashrif buyurganlari uchun katta rahmat. Rahmat. Zarbalarga endi ko'z tegmasin, endi alohida mavzu. Adashib ketmaganlarga qoyil qolaman. Chalkashib ketmaganiga, usul qochib ketmaganiga, yo'qolib ketmaganiga. Lekin xushtagan chaldim, eshitilmas ekan doiraning ovozi balandligidan. Yo'l kirishib ketdim-da jarayonga. Baqirdim ham bu yoqqa ham eshitmadi to'g'risi nima deyotganimni. Ya'ni ijodda qanday yangiliklar? Boburxon doirachilar guruhida shaxsan masalan siz bilamiz, birgalikda mana Asror, Sunnat va keyin ukamiz ham bor. Birgalikda mana Abbosjon ijod qilishda davom etishyapti. Jizzax shahridagi ixtisoslashtirilgan san'at maktabida bugungi kunda doirachi yoshlarimizga, o'quvchilarga tahsil berib kelyapsiz. Doira usullari, turlarini taqdim etib kelyapsizlar. Shuning uchun boshqa viloyatlarga qaraganda Jizzax vohamizda doirachilar ham ko'p, bunga qiziquvchi san'atkor ukalarimiz ham juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ijodda nima yangiliklar, marhamat. Avvalo assalomu alaykum she'raga tashrif uchun rahmat. Ijodda yangiliklar shu ijoddamiz. Ustozimiz boshchiligida Boburxon doirachilar to'garagini ustozimiz Adham ochilib tashkil qilganlar. Shu kishining qo'llari ostida hozir mehnat qilib kelmoqdamiz. San'at ixtisoslashgan san'at maktabimizda shu o'quvchi yoshlar, ustozlar, shogirdlar bilan birgalikda ustozga kamarbasta bo'lib o'quvchilarga doira sirlarini o'rgatib kelyapmiz. Misol uchunda endi bu savol, bir qiziqarli savol ichida savol desak ham bo'ladi. Masalan, hammasini doirachilarni o'z uslubi bor, yo'nalishi bor, ijro mahorati bo'ladi-da. Adham akamniki boshqa, Bobur akamni usul jarayonlari boshqacha, misol sizniki do'stingiz Sherzod, Sunnat, Asror, Abbos, hammaniki boshqacha-da. Bu jamoaviy ijro etishda farq qiladi. Masalan, usuldan qochib ketish yoki chalkash degan narsalar bo'lmaydi. Qanday bir-birlarini ushlab olasizlar? Endi ko'p mashq jarayonida bu. Chunki doiralarda ham ovoz har xil bo'ladi. Ha, mashq jarayonida ko'proq mustahkamlanadi bu narsalar. Xo'p, aslida necha soat kuniga mashq jarayonlarini o'tkazish kerak? Eng kamida 2 soat. Eng kamida 2 soat. Jamoaviy ishlash, ha? Jamoaviy ishlash. Lekin yakkaxon ijro etish, ya'ni doira chalishdan ko'ra jamoaviy chalish biroz qiyin bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ko'pchilikda mas'uliyat qiyinroq bo'ladi. Biz masalan bolaligimizda ko'rganimizda o'sha ustoz doirachilar haqida gapiryapman. O'sha Elmurod, Dilmurodlar, akalar qolaversa, undan Hasan aka yana boshqalar o'sha doira darsligini tashkil etgan insonlarni chiqishlarini ko'rardik. O'sha televizorda raqqosa doira usullarida raqsga tushish bo'lardi. Haligi bekorga aytmaganda doiraga sochni tashab bir raqs qila olmayladiki, o'sha ota-bobolarimizga gap borda, raqslar juda ham chiroyli chiqdi degan. Bu bekorga emasda, chunki doirani ovozi har qanday odamni raqsga chorlaydi. Demoqchi bo'lganim hozir jamoaviy ishlash juda ham ko'p. Lekin o'sha yakkalik ijrolarda biroz kamdek tuyulyapti. Nimaga? Yoki bu sekin-sekin chetlashtirilyaptimi? Qanaqa? Yo'q, endi doirachilik ijroda o'zi har xil yo'nalish bor-da. Misol uchun yakka tartibda ijro qilish bor, raqqosaga ijro qilish bor, hofizga jo'r bo'lib ijro qilish bor. O'shaning uchun hozir ko'proq doiraga nima deydi? Ansamblli nimaga talab ko'proq bolalarga. Endi bitta doira emas, ko'pchilik bo'lib jamoaviy doirachilarga talab ko'proq, shuning uchun.
jamoaviy doirachilarga talab endi ko'ryapmiz mana ayniqsa to'y hashamlarda. Ha, to'g'rimi? Hozir haligi endi bir xalq orasida yurgandan keyin eshitib qolasizda. Bu endi qaysi reklama emas, shunchaki aytib ketaman, bir hangomalarni eshitamiz-da. Hozir qaysi jamoani, ya'ni sozanda, san'atkorni doirachisi kuchli bo'lsa, doirachilar jamoasi alohida bir bo'lsa, usulchilari ko'p bo'lsa, oshig'i olchi. Aniq shunday. Chunki bilamizki, bugungi kunda jo'shib turadigan, qaynab turadigan haligi kuyov navkarlarni bir maza qilib raqsga chorlaydigan bir doirachilar usul. Yaqin usul, yaqinlarda kirib keldi desak bo'ladi, to'g'rimi? Yaqinda-ya, yaqin 2-3 yil. Yo'q, yaqin 5-10 yil. 5-10 yil bo'lyapti bu narsaga. Sizni payqaganingizga hozir eng pikka chiqqan payti avjida hozir, to'g'rimi? Avjidamiz. Sizni jamoangizda nechta shogirdlaringiz bor? Doirachilarimiz nechta? Siz ham o'qituvchisiz masalan? Biz ham o'qituvchi, ustozga yordamchimiz. O'qishimizda kamida 30 ta doirachi bor. Undan tashqari yosh, o'qishdan tashqari yana yoshlar kelishadi. Masalan, 50-60 ta hisoblasak bo'ladi. Ustozlarning shogirdlari bellashuv qilganmizlar hech? Yo'q, siz Adham aka, Sherzod, Asror misol yaxshi taklif bo'ldi lekin. Do'stona ana. Yo'q, do'stona hali chalamiz u. To'g'ridan-to'g'ri ochiq so'zga jang. Har kuni bo'ladi. Har kuni. Har kuni bo'ladi. Kunora chalib turamiz. Yo'q, masalan, qaysi kemanoda qaysi ustoz qanaqa tafsil beryapti, menimcha kamchiliklarni ham bilib olsa kerak. Demak, qayerda qanaqa mashq qildirish kerak shogirdlarga. O'tirgan holatda bir qanday bir kuy eshitamiz. Buxorocha deganlari bor. Eng yaxshi ko'rganim. Va undan tashqari Boburxon doirachilar guruhida hurmatli tomoshabinlar alohida bir o'rni shundayki, nima deyiladi? Doira hangomasi deydimi? Nima deyiladi? Qanaqa? Bir-biriga gaplashadi, doira orqali gaplashadi. Tashashib qoladi yigitlar aytadi, baribir endi. Mana bir doira bir tashashaylik qani bir mazza qilib. Ko'ring va albatta sizga ham manzur bo'ladi. Eshitamiz birgalikda. Salomat. Ko'proq gapirdingiz hozir. Buxorocha usullar berdikmi hozir? Bilasizmi? Boshida bir narsani tushundimda, siz birinchi shogirdlaringizga sekin-sekin gapirdingiz. Bular biroz tushundi, biroz tushunmadi, keyin biroz jahlingiz ham chiqdi, to'g'rimi? O'shanda ko'rsatib berdim, hamda qilib o'sha usulda chal dedi. O'sha usulda chal dedi. Oxirida birgalashib baqirishib ketdilar. Ha, o'zi masalan katta kaorkestrlarda ham dirijorlar boshqaradi, doirada ham xuddi shunday. Misol uchun bemalol o'sha jamoani boshqaruvchi bo'lish kerak, chunki tortib keta oladigan, sudrab keta oladigan bo'lish kerak-da. Avvalo rahmat. Xo'sh, mana o'qish jarayonlari juda ham qizg'in ketyapti. Menimcha hademay akademik imtihonlar bo'lyapti, to'g'rimi? Yakuniy imtihonlarga tayyorgarlik. Yakuniy imtihonlar bo'lyapti, to'g'rimi?
Xo'sh, rahmat deymiz avvalambor